Hammaga salom do'stlar. Bu qism bu qism deb. Do'stlar, bundan oldingi qism yana ikkita qism chiqargan edim. Shu yerda to'xtagan edik. Bu 3-qism bo'ladi. Xo'sh, davom etamiz. Bizlar shaxta ko'rayotgan edik. Tepaga zina ko'rishimiz kerak. Uyimizga bormasak cho'ta. Birinchidan kech tushyapti, ikkinchidan nima desam, fakil olish eson chiqibdi. Fakil olib, uyimizga qaytishimiz kerak. Tezroq. Ketishadi, zombie paydo bo'ladi. Yaxshi. Ketdik. Inventarimiz ham to'lib qoldi. Uxlaylik. Inventarda bo'shayapti. Ketdik do'stlar. Yana kovlaymiz. Şimdi yaxshi ketyapti hozircha. Tilla bilan ana topdik. Ham tilla topdik, ham sizlarga eshitilyaptimi? Formingdan. Keyin pastga konga tayyorlanib tushamiz. Tepada hammasi tinch. Tepani yortib chiqaylik hozir. Bularni joyiga taxlaylik. Qolasan. Temir qo'y.
5 tane bir qo'shaversak. Ya, chet kelib ketdi. 2 Давай. 15 tane ham qo'shaverak. Lekin bemalol ketaveraman. Xo'sh. Yana bitta. Tezroq. Vaqt kam. 15 daqiqa vaqtimiz bor bitta videoga. Xo'sh, bo'ldi. Hozir biz ham oldin tayyorladik. Bitta olamiz. Bizlarga keyin nima kerak? Temir preslarni. Temir preslab kelishimiz kerak ekan. 5-6 tasini preslaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tasini presladik. Preslaymiz. 10 ta temir qaynash. Chupap pres bo'ladi. Preslam pres. Ketdik. Xo'sh, keyin bizlarga xo'sh endi. Bizga keyin bu yerda hozir internetda o'qidim. Bizga kerak bo'lgan narsa mis bilan boyagi oq narsa bor edi-ku, eslanglar. Qani? Mis kerak ekan do'stlar, garchi bizlarga. Bitta sinab ko'ramiz, keyin bu yerda gugurt bilan yoqsalang, shakar bilan yoqsalang bo'ladi degan. Shuni yoqib, shuni qo'yamiz dog'in. Buni bizlar qayerga qo'yishimiz kerak desalaring. Qozon qayerga qo'yishimiz kerak ekan do'stlar. Neni qo'yib, keyin buni yoqsalang bo'ladi ekan. Tushunsan? Tushunsiz qilyaptimi? Ko'ramiz, ertalabga yo'nalimikan yo'qmi? Endi bu kirib ketishini kutamiz. Bu joyni 40 tashlaymiz do'stlar. Vaqtni qisqartirish uchun. Chunki bizlarda juda ham kam vaqt qoldi. O'zi 15 daqiqalik video bo'lishi kerak. Hozircha ham yonyapti, haligacha ham yonyapti. Yaxshi. Buni yoptirdik. Xo'sh, endi biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa. Bilasizlarmi nima? Biz hozir ovqat olib, qorin to'ydiramiz, konga tushib, mis bilan anaqa narsa topishimiz kerak. Butalarimiz qani do'stlar? Daraxt qani? Nimalar bo'lyapti? Do'stlar, bizlar daraxtlarimiz bilan butalarimiz yo'qolib qolibdi. Bizlar modimiz ishlayaptimi? Ovqat modimiz ishlayapti. Qayerga ketdi? Ovqatimiz bor bu yerda. Hozir mana pishib ketdi. Shuni ham pishirib qo'yalik. Keyin sozlaymiz.
amallarimiz to'g'rimi? Qiyin narsa emas-ku. Qo'yaylik. To'dirishga boshqa narsa topolmaylik. Yana shu zombilar. Shuga tushkun kelmaydi-da. Qaranglar. Yana ana shamlab kechaysan chiqib ketibdi. Fakel. Ara about fakel. Boshqa fakelimiz yo'qmi? Yo'q, 5 ta fakel bor ekan. Reja tejab ishlatishimiz kerak. O'lib ham qolmasligimiz kerak. Bizga mis kerak. Yada hech narsa yo'q ekan, nega tushyapman. Oy. Do'stlar, bizlar vremamiz tugadi. Bundan keyingi qismda kutsalaring yana chiqadi. Xayr, salomat bo'linglar.